Bu mashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Sizlarga savol. Nimaga bu mashinaga GM emblemasi yopishtirilgan? Sababi bu mashinamiz atiga 56 000 kilometr yurgan benzindagi Bru 6 sizni qoniqtirib, maza qildiradigan Nexi 2 mashinasi. Mashinamizning kuzovida hech qanaqa ish yo'q. Maza qilib minib olasiz, hech qanaqa metan, propan hech nima unlanmagan. Bir qo'l maza qilib o'zlari minishgan. Rangi ko'rsatilayotganda shampan svet deyiladi. Xullas bu kraskasi top-toza, даже kalinkasida ham kraskasi yo'q. Maza qilib minib oladigan joy. Salonlari ideal holatda, chexollarni ko'rib turibsizlar. Umuman kir bo'lmagan. Xullas ichiga nima desam ekan sizlarga, jigarlar. Odam o'tirmaganda bu mashina. Baloni ham ko'rganlaringda yangi bo'lib turibdi. Olgandan keyin bunga bitta chotka qilib tonirovkani tortasiz. Benzin to'ldirib 95 dan qo'yasiz, maza qilib minasiz. Do'stlar, buni motorini qaranglar. Bru 6 konditsioner. Gidravlika qo'yasiz, benzin biron marta ko'rishingiz mumkin. Podramlariga ham yog' tushmagan, takoy masala bo'lib turibdi. Xullas, masala mashina menga nima yetadi, nima deysizlar? Shu joyga bitta laykni qizartirib qo'ying. Shu mashina balki sizniki, balki yaqin do'stingizniki bo'lishi mumkin. Mashinamizning narxini jigarlar sizlarga men qolgan joylar ko'ryapman. 7 000, 8 000 dollar ham deyishyapti bunaqalarni. Lekin biz sizlarga bu mashinaning narxini 6500 dollardan o'tib beramiz. Oladiganlar pastdagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Xullas jigarlar, bu mashina meni o'zimda turibdi. Kelinglar, sizlarga sifatli, yaxshi mashina